Assalomu alaykum, men Jahongir Yunusov, 4 yildan beri College Admission Mentor va School Counselor sifatida ishlab kelaman. Bugun sizlar bilan Turkiya burslari granti haqida gaplashamiz. Turkiya burslari granti Turkiya davlati tomonidan bakalavr, magistratura, PhD o'quvchilar uchun ajratiladi. Turkiya burslari grantining imkoniyatlari quyidagilardan iborat. Turkiya burslari granti o'quvchini o'qish xarajatlari, ya'ni kontrakt to'lovi, yotoqxona xarajatlari, aviachipta, ya'ni O'zbekistondan Turkiyaga, Turkiyadan O'zbekistonga bo'ladigan aviachipta xarajatlarini qoplab beradi va tibbiy sug'urta xarajatlarini qoplab beradi. Undan tashqari o'quvchining qanaqadir qo'shimcha ehtiyojlari uchun ajratiladigan oylik stipendiya ham berib boriladi Turkiya burslari granti sohiblariga. Turkiya burslarining imkoniyatlari haqida to'liq gaplashib oldik. Endi Turkiya burslari grantini talablariga keladigan bo'lsak, qabul qilish grant talablariga keladigan bo'lsak, hech qanaqa til sertifikatlari talab qilinmaydi. Faqatgina sizdan 2-3 ta o'qituvchingizdan olinadigan tavsiya xati, ya'ni recommendation letter talab qilinadi va undan tashqari motivational letter, ya'ni sizni kelajakda maqsadlaringiz va tanlagan sohangizda nima sababdan o'qimoqchisiz, shu bo'yicha sizdan maqsadlaringizni yoritib beradigan bitta motivational letter so'raladi. Bu insholar ham istalgan tilda bo'lishi mumkin. O'zbek, ingliz, turk tillarida bo'lishi mumkin. Istalgan tilda yozilishi mumkin va Turkiya burslari har bitta applicationni ko'rib chiqadi. Demak, Turkiya burslari haqida to'liq gaplashib oldik. Endi Turkiya burslarini noldan, ya'ni bosqichma-bosqich to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Iloji bo'lsa, kompyuteringlar qo'linglarga olib olinglar va men bilan parallel tarzda to'ldirib boringlar. Aytgancha, oramizda top universitetlarda o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilar bo'lsa, men bu videomizni ko'rishni tavsiya qilamiz. Bu videoda noldan top universitetlarga qanaqa tayyorlanish bo'yicha to'liq qo'llanma berilgan va undan tashqari bu videoda shu top universitetlarga qabul qilingan o'quvchilarimizni natijalari bilan ham tanishishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Demak, Turkiya burslari applicationini to'ldirishga davom etamiz. Demak, assalomu alaykum hammaga. Hozir noldan menimcha o'zim eshitilyapti. Noldan hozir gaplashamiz. Turkiya burslariga qanaqa ro'yxatdan o'tiladi, qanaqa kirish kerak, o'zi ro'yxatdan o'tgandan keyin nima dokumentlar kerak bo'ladi, hammasi bo'yicha gaplashamiz. Va men guruhga tashlab qo'yaman hozir nima dokumentlar kerak bo'ladi Turkiya burslariga. Ro'yxatni tashlab qo'yaman. Unga qarab ro'yxatlarni tayyorlab bo'lgandan keyin bemalol ro'yxatdan o'tib topshirsanglar bo'ladi. 3 ga 4 foto kerak bo'ladi o'zinglarga. 9-sinf shahodatnoma обязательно kerak bo'ladi. 10-11-sinf baholari inglizcha versiyasi, tarjimasi kerak bo'ladi. Va agar social activities, ya'ni sizlar qanaqadir sertifikat bo'ladigan bo'lsa, ana shu sertifikatlarni ham isbotlovchi qanaqadir hujjat bo'ladigan bo'lsa, yaxshi. Va pasport yoki ID. Pasport bo'ladigan bo'lsa zo'r, agar zagan pasport bo'ladigan bo'lsa eng yaxshi variant. Agar pasport bo'lmaydigan bo'lsa, hech narsa qilmaydi. Ya'ni zagan pasport bo'lmaydigan bo'lsa, ID bilan ham topshirsanglar bo'ladi. Mana kerakli hujjatlarni tashlab qo'yapman. Hujjatlar. Kerakli hujjatlar oladim va boshlaymiz. Bo'lmasa noldan boshlaymiz. Qanaqa qilib ro'yxatdan o'tsa bo'ladi Turkiya burslariga va qanaqa qilib to'ldiriladi. Turkiya burslari deb yozamiz. Oddiy search qilamiz. Mana Turkiya burslari birinchi deb chiqadi. Birinchi veb-saytga kiramiz. Keyin mana shu qismda application and login degan qism bor. Bosamiz. Bu hali ro'yxatdan o'tilmagan bitta o'quvchimizni akkauntini ochamiz hozir. Register, ya'ni ro'yxatdan o'tish bosamiz. Bizdan ism, familiya hammasini so'rash boshlaydi. Abduhalil hisobchi. Bunisi shart emas, majburiy emas. Agar qaraysizlar, agar majburiylarni o'zi yozib qo'ygan bo'ladi. Majburiy deb bo'lmasa, majburiy bo'lmasa qoldirib ketsanglar ham bo'ladi. Demak, gender, mail, date of birth. Hozir bitta qarab oling. Demak, date of birth 31-avgust 2007. 31-avgust. Emailni kiritamiz. Email mana shu yerdan ko'p bo'lsa bo'ladi menimcha. Qilamiz.
Akbar Aliyev, Abduhalim. Yozamiz. To'g'rimi tekshirib olamiz. Akbar Aliyev, Akbar Aliyev, Abduhalim. Yaxshi, to'g'ri. Mail.com. O'tamiz. Passwordda. Password shunaqa bo'lishi kerak, ya'ni 8 ta xarakterdan, minimum 8 xarakterdan iborat. Bitta katta harf bo'lishi kerak hech bo'lmaganda, bitta son bo'lishi kerak hech bo'lmaganda, bitta belgi bo'lishi kerak hech bo'lmaganda. Hammasi qatnashgan bo'lishi kerak. Men yaratib qo'yib olaman. Menimcha yaxshi bo'ldi. 2007. Agar kodinglar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, mana oxirigacha yashil bo'ladi. Mana bu holatda. Demak, what's your name deymiz. Bu secret question shunchaki kimdir sizlar akkauntinglarga kirmoqchi bo'lsa yoki buzib kirmoqchi bo'lsa, secret question bo'ladi. Mabodo password topsa ham boshqa bo'ladigan bo'lsa ham secret question so'raladi. O'shanda kerak bo'ladi qanaqadir xavfsizlik uchun. What's your name misol uchun. Abduhalim yozamiz. Misol I'm not a robot, approve, save bosamiz. Va mana buni holatda shular ma'lumotlar to'g'rimi deb so'raydi. Ha, I approve qilamiz. Save. Endi mana bizga o'zi successfully complete bo'ldi deyapti. Endi anaqa qilsang ham bo'ladi deyapti, kirsang ham bo'ladi deyapti, lekin kirmaydi. Nima sababdan desa, bu yoqda email kelgan bo'lishi kerak. Biz uni tasdiqlab olishimiz kerak. Tasdiqlab yuborishimiz kerak. Keladimi shunday? Mana aktivatsion belgisi. Mana shu holatda tunki bo'shlardan keladi va kirasizlar linkka ana saytlarni bosasizlar va endi tasdiqladi. Haqiqatdan men kirmoqchiman degan ma'noda emaildan tasdiqlandi va login qilib kiriladigan bo'lsa, endi bu yoqda mana yana so'raydi. Biz ham kod yubordik, kodini kiriting. Kelishi kerak, juda sal sekinroq keladi. Kutamiz ozgina. Spamni ham ko'rib qo'yamiz agar spam kelmayotgan bo'lsa. Spamda yo'q. Mana endi keldi. Buni kopiya qilamiz, ko'chirib olamiz. Mana shu yerga kiritamiz. Shu manbani deymiz. Endi bizga application bo'limi ochildi. Endi application bo'limini ham boshlaymiz. Bir boshdan edit application qilamiz. Personal information bo'limini boshlayapmiz, ya'ni kirdik. Kiradigan bo'lsak, ma'lumotlarimiz kiritilgan. City of first. Odamimiz countryni birinchi kiritishimiz kerak. Keyin city of first chiqadi. Birinchi boshdan ketishimiz kerak uchun Andijonni belgilaymiz. Demak, pasport, agar pasport bo'ladigan bo'lsa zo'r. Pasport bo'ladigan bo'lsa mana qanaqa to'ldiriladi, buni ham ko'rsatib ketaman hozir. FA bo'ladi, pasportlarni kirgizamiz. Kirgizgan bo'lsak, type so'raydi. Type'da o'zi pasportda ham yozib qo'ygan bo'ladi, anaqa zagan pasportlarni type'i bor. P odatda zagan pasportlarni type'i. Country code'ga UZB deb kiritamiz. Shunaqa yozilgan. Va mana bu yerga application anaqani yuklaymiz, PDF shaklini. Biz pasportimizni yuklasak bo'ladi. Ya'ni bizda hozir ID bo'lgani uchun ID ga o'tamiz. ID number kiritsa bo'ldi ekan. Mana bitta qarab olamiz. Yuklab oldim. ID ni yuklaymiz. ID ni yuklaymiz. Yukladik. Bu yoqqa endi ma'lumotni kiritib olamiz. Demak, AD 780 6409. AD 764 09'da 780 model. Ve 780 ekan. 780 64 09 bu. Mana shunday holatda qoladi. Pastda endi religious belonging, Muslim, islom chiqadi aytgancha bu yerda. Islom deb umid qilamiz deydi. Ethnicity, respect, disability status yo'q, hech qanaqa yo'q bo'ladigan bo'lsa nima qilamiz degan savol bo'lsa, I don't have any disability.
Aytgancha bu yerda rasm oqib ketibdi. Rasm iloji bo'lsa, shu rasmiy rasm tushgan bo'lsanglar, o'zinglarni rasmiylar bo'lsa, o'shani yuklaganinglar yaxshiroq. Hozir ko'rsataman qanaqa holatda bo'lishini. A, demak, demak. Mana shunaqa holatda orqa fon oq bo'lsa yaxshiroq. Orqa fon oq bo'lsa, belgilaysizlar mana shunda. Va OK bosadigan bo'lsak, qo'shadi. Mana. Va iloji bo'lsa o'sha aytganimdek rasmiy rasm bo'lgani yaxshiroq. Ya'ni qayerda turib tushgan rasmlar emas. Bu yoq yangilanib ketib qolar ekan. Mana ko'rdinglar. Mana shu xatoni qildik. Sizlar takrorlamang. Bu yoq yangilanib ketib qoldi rasmni qo'shganim uchun. Endi bu yog'i qayta kirib chiqish kerak. ID AD 780 deydi adashmasam. 6409. Bu yerga ham kiritamiz IDni. Pastda islom. O'zbek disability status. Aynan disability. Save qilgan bo'lsak endi. Mana qayerdadir muammo bor deyapti. Mana shu statusda single city of birth Uzbekistan yo'q Andijon. Save qiladigan bo'lsak endi bo'ldi mana. Bitta sectiondan qutuldik. Bu full bo'ldi. Va qanaqadir hobbilaringlar bo'lsa kiritganinglar yaxshiroq. Special talent. Special talent nima bo'lishi mumkin? Gitara chala oladi yoki qanaqadir yana music instrument chala olishligi bo'yicha mana berilgan o'zi. Kiritasizlar. Adashmasam wrestlingmi, arm wrestlingmi bor edi biladi. Ikki kiritib qo'yamiz ulardan bilib hammasini. Hobbisi ham bor. Qanaqadir yana hobbilaringlar bo'ladigan bo'lsa, uni description bilan yozganinglar yaxshiroq. Va yozish kerak, agar bo'lsa yozish kerak. Demak, country Uzbekistan, city demak, Andijon, postal code. Postal code qana olinadi. Menimcha sizlarga hali ham ko'rinyapti video. Demak, section ochganim ko'rinyapti ekan. Postal code'da mana Uzbekistan, mana Uzbekistan yozilishi ham shart emas. Virgul Andijon postal code deb yozadigan bo'lsanglar chiqib keladi. 1708 ikkita x qo'yib qo'ygan. Tumanga qarab o'zgaradi. O'shaning uchun ikkita x qo'yib qo'ygan. Mana bu yerdan 170 100 olamiz. Umumiy Andijonniki 170 100. Bu yoqqa raqam demak raqamni copy paste qilmas ekan 88lik 974 telefon qilib yurmayman. Telefon qilib yurmasligi uchun anaqa qilib yurib belgilaveradi. Demak, street mana shu building number 96 bu manimcha hovli bo'lsa kerak. Demak, manimcha 17 yildan beri shu yerda yashashyapti bo'lsa kerak. Shunaqa to'ldirganimizdan keyin yana save bosamiz. Yana muammo bor. Agar muammo bo'lsa ko'rsatadi. Kam teribmiz raqamni. 93lik. Keyin to'g'ri bo'ldi. 6 to'g'ri. Sizlar o'zinglar ma'lumotlaringlarni kiritasizlar bu yoqqa. O'zgartirib qo'yamiz shunchalik. Family ma'lumotlarini kiritamizlar. Ota-ona ism familiyasini so'raydi. Copy paste umuman qilolmadi ekan bu yerga. Demak, qo'y. Yes, umid qilamiz, demak. Demak, to'lashlar bilan
Uni kim yozamiz? Seven, eight, nine, nine. Sibling nechtaligini kiritamiz bu yoqqa. Bular kompaniya o'zlariniki edi, o'shaning uchun nomini aniq bilmayman. Personal business deb yozib qo'yaman. Keyinchalik buni ham o'zgartirib qo'yamiz. Buni ham save qiladigan bo'lsak, bu sectional full complete bo'ladi. Endi education bo'limi mana shu yerda ko'pchilik o'ylanib qoladi. Middle school nima, high school nima? Middle school bu 9-sinfgacha bo'lgan holatinglar. Ya'ni 9-sinfgacha qayerda o'qigan bo'lsanglar, 9-sinfgacha nima deydi? Baholar qanaqasi bo'lsa, o'sha hamma ma'lumotni shu yerga kiritasizlar, o'sha transkriptlarni kiritasizlar. O'zbekiston yo'q. Sizlar ham sразу men bilan ketma-ketlikda, ya'ni parallel holatda to'ldirib ketsanglar bo'lardi aslida, agar boshidan kirgan bo'lsanglar. Yo'q. Andijonda bo'lgan maktablar. Demak, school. Bu hozir ko'rib olishim kerak. Demak, 31-maktab. Mana shu 31 desa, hammasi bitta chiqsa kerak, middle school. Yoki u yoqdagi chiqamiz. Boshqa bo'lgan. Demak, graduate bo'lgan deb kiritasizlar, middle schoolni. Bizlar allaqachon, demak 5-sinfdan hisoblaydigan bo'lsak, middle schoolni nechinchi yil bo'ladi shunda? 2012 bo'ladi, yo'q, adashmasam. 2000 agar 7 bo'lsa, 2012 yo'q, 2012 emas. 2020 2023da 9-sinf bo'lgan bo'lsa, 2022, 8, 2020, 2020, 2019 adashmasam, 2009ga to'g'ri kelishi kerak. Sentyabr, birinchisidan chiqqanmiz. Yakunlanishini endi 2000 nechiga to'g'ri keldi? 2023ga to'g'ri keldi. 9-sinf yili adashmasam, 2023 may bo'ladi. 25-si. Graduate grade type'ga 5. Va bu yerda misol uchun nima sababdan bu yoqda decimal berilyapti? Decimal degan joy bo'ladi boshqalarda. Nimaga berilyapti deganda, bu anaqa chiqishi mumkin. Misol uchun 4.95 chiqishi mumkin kimlardadir. 5 nechi bo'lib chiqishi mumkin. Hozir ko'ramiz ularni nechi. O'shanga qarab kiritamiz. O'zi menimcha attestatda ham yozilgan bo'ladi. Yozilmaydigan bo'lsa, mana nechta fan bo'lsa, o'sha fanni sonini bilasizlar va baholarni hammasini qo'shib chiqasizlar. Misol uchun 10 ta 5 bo'ladigan bo'lsa, 10 ta 5 qo'shib chiqqanda hammasi nechi bo'ladi? 50 ball bo'ladimi? 50 ball bo'ladigan bo'lsa, 50 ni 10 ga bo'lasizlar, 5 chiqadi misol uchun. Xuddi shunaqa qilib o'rta arifmetikni topasizlar. O'rta arifmetikni topib, hisoblaysizlar agar attestatda yozilmagan bo'lsa. Attestatda yozilmagan. Attestatda yozilmagan ekan o'zi. Demak, attestatda yozilmagan ekan. 4 ta to'g'ri bo'lsa, bu yoqda 50 to'g'ri 81 chiqar ekan. Bu yoqda diplomaga ham, keyin bu yoqda transkriptga ham so'raydi. Oldingi holatda biz shu oldingi 2023-yildan oldin bitirganlarga diplomani ham betligi bo'lardi, ham transkript joyi bo'lardi. Hozir faqat bitta page chiqarib berishyapti ekan. O'shuning uchun ikkalasiga ham, diplomaga ham, transkriptga ham bitta fayl yukla olasizlar. O'sha, ya'ni attest shahodatnomalari bitta fayl bo'ladi, bitta page shahodatnoma bor hammada. O'sha shahodatnomani hamma yuklasa bo'ladi. Ikkalasiga ham, transkriptga ham, diplomaga ham. Endi ranking bor bo'lgan bo'lsa, kiritiladi. Menimcha ranking yo'q O'zbekistonda, o'shuning uchun no qilib kiritamiz. Public schoollarda ayniqsa yo'q. Bo'ldi, keyin middle school bo'ldi va qo'shildi. High school kiritamiz. O'zbekiston
yo'lda Toshkent, Toshkent, uzr. Farg'ona, Rahim, School, Farg'onaga chiqish kerak. Hozirlik kiritamiz shekilli, manimcha. Rashid tur. Mana, agar o'sha maktabiylar ro'yxati chiqmasa, hozir qilib kiritasizlar. Ro'yxatni chiqmasligi o'zi tabiiy. Mm, Secondary education, general high school education qilamiz. Va bu yoqda demak, Rahim School o'zi matematika va ingliz tiliga ixtisoslashgan. Olib qaraydigan bo'lsak, Maths and Literature deyishimiz, manimcha Mathsni hisobga olib, Maths and Literature deyishimiz sal general belgilab qo'yaveramiz. Status continuous va buyog'i 2023-yil sentyabr boshlagansizlar. Buyog'i 2024 sentyabr kiritasizlar. 10-11 sinflar high school hisoblanadi. Demak, 2024 sentyabrdan 2026 rasmiy bitirish 25-may. Xohlasalar 25-may qilib kiritinglar. Xohlasalar Rahim School'ni anaqasi bilan 25-iyun qilib kiritilsalar bo'ladi. Umumiy maktab tugashi 25-may, lekin imtihonlar bilan hisobga olganda o'sha 20-iyungacha hisoblanadi. Lekin o'sha 25-may tugagan desalar bo'ladi standart tarzda. Bu yoqda baholar bu yoqda 5. Bu yoqqa ham 10 va 11 sinflarni yuklaymiz. Men 10 sinf bilan 11 sinf alohida ekan. Endi u agar sizlarda ham alohida 10, 11 alohida bo'ladigan bo'lsa, iloji bor merge PDF deb qidiradigan bo'lsanglar, ikkita faylni birlashtirsa bo'ladi. Alam PDF degan sayt bor. Bu yerdan ikkita sinfni birlashtirasizlar. 10, 11. Bu yoqda turgan yaxshi. Merge PDF. Yuklaymiz. Yo'qni. Mana bu yoqqa o'tkazib olay. Demak, birlashtirib oldik. 10 bilan 11 sinfni yuklaymiz. 10, 11 merge. Ranking yo'qda yo'q. Save qilamiz. Bo'ldi, bu education qismi ham complete bo'ldi. Endi native language O'zbekiston, O'zbek. All save qilamiz. O'zgartirib qolmasa yana. Other language, English. Certificate yo'q bizda, adjust qilamiz. Yo'q degan Save. Work experience. Bizda work experience yo'q. Mana bu undov chiqib turgan bo'lsa muammosi yo'q. Qizil undovlilar faqatgina keyingi application bo'limiga o'tmaslikka sababchi bo'lishi mumkin xolos. Bunaqa olma talqon deydimi bu rangni. Shu rangdagi undov bo'ladigan bo'lsa muammosi yo'q. Agar qilmagan bo'lsalar work experience kirgizmanglar. Agar qilgan bo'lsalar qayerdadir, misol uchun kimdirlar o'quv markazida ishlagan bo'lishi mumkin yoki o'sha internship qilgan bo'lishi mumkin. Bir kompaniyalar kiritinglar unda. Dokument bilan bo'lishi kerak adashmasam. Yo'q, dokument bilan emas ekan. Dokumentsiz kirita olmaysizlar. Work experience bo'lsa kiritinglar. Endi academic qualification deyapti. Academic qualification hamma kirita olmaydi. Nimaga deganda, bu yerda SAT, GMAT yoki ALES degan qanaqadir sertifikat aytyapti. Shular bo'lsa kiritasizlar. Mana ko'radigan bo'lsak, SAT. SAT new qilasizlar. Hozir kirityaptilar. Datani yozasizlar qachon bo'lgan? 1600 misol uchun O'zbekiston kiritamiz. Bu yoqda o'sha IELTS sertifikatlarni yuklab qo'ysin. Bo'ldi, shunaqa holati bo'ladi. Social activities bo'limiga o'taylik hozir. Demak, bizda sertifikatlar bor. Hozir men bittasini kirgizib ko'rsatib berib qolaman xolos. Demak, sertifikatimizni nomi nima edi? Appreciation letter. From kimdan edi?
FPS Immune Institution yozilganmi? O'zi FPS Immune bo'lsa kerak manimcha. Presidential School aytgancha FPS. Ko'rganman. President School. Deytini ham ko'ramiz. Yozishmagan ekan deydi. O'tgan yili qachon qaysi payt 2025 fevral boshimiz. Field. Field. Qaysiga olib keladi endi? Social project. Demak, keyin o'sha sertifikatni isbotini yuklaymiz. Sertifikat bor bizda, sertifikat berilgan. Va bittasiga o'sha description yozib qo'ygandim mana shu sertifikatga. O'shani kiritib qo'yaman hozir. Yaxshi, bu yerga copy paste qilsa bo'ladi. Save qilamiz. Social activity. Manimcha ko'pga ketib qolgan shekilli description. Social studies aloqali bo'ladi. Fevral birinchisi. Document yuklaymiz. Qisqaroq description yozaman bo'lsa. Mana. Demak, bo'ldi. Xuddi shunaqa sertifikatlaringlar bo'lsa sizlar ham yuklab qo'ya olasizlar. Bo'lmasa shart emas. Hozir bu yerda 10-15 sertifikat bor edi. Ularni description bilan keyinchalik kirgizib chiqamiz bo'lmasa. Bu yoqda demak please specify how you learned about this program. Farqi yo'q, kirita olasizlar. Buning unchalik darajada katta ta'siri yo'q. You have any wonderful no. Okay. See. Bu hamma applicationlarni to'ldirib chiqildi. Bu yoqda bo'ldi hech narsa chiqmaydi. Home page'ga qaytadigan bo'lsak, biz qaysi darajaga topshirmoqchi bo'lsak, ya'ni qaysi degreega topshirmoqchi bo'lsak, o'sha degreega o'tamiz. Master'dir, bachelor'dir, PhD'dir, bachelor boramiz va undergraduate scholarship programni tanlaymiz. Apply. Demak, ba'zi qismlar o'zgartirila olmasligi mumkin. O'shaning uchun hamma narsani to'liq kiritib olasizlar. Keyin bu yoq qismga o'tinglar. I accept qiladigan bo'lsak, mana shu bo'lim chiqadi. Mana yana 3 ta bo'lim bor bu yoqda. Application condition. Bu yerda o'sha keyinchalik shartlar bor, qanaqadir o'qib chiqasiz. Xohlasangiz o'qib chiqmang. Doim o'qib chiqmasdan bosiladi approve. Save qilsangiz keyingi bo'lim ochib beradi. Save qiladigan bo'lsa mana preferences. Preferences nima? Preferencesda sizlar soha tanlaysizlar. Sohalar universitetlarni undan keyin tanlaysizlar. Sohalar bu yerda faqat adashmasam. Hozir biz sohamiz demak ekonomik edi. Economics bizda ingliz tilida bo'lsin. Koch universiteti misol uchun top universitetlarning bittasi. Save qilamiz. Qiladigan bo'lsa mana qo'shib boradi. Universitet bilan fakultetini bitta tanlaymiz. Va 12 ta universitet kursi bo'ladi. Iloji bo'lsa bir xil fakultet qilinglar. Ya'ni economics, hammasi economics bo'lsa yoki shunga aloqador bo'lsa. Chunki Turkiya burslarini o'zi maqsadi o'sha maqsadli bolalarni olib, soha bo'yicha qiziqishi bor maqsadli bolalarni olib, ularga turk tilini o'rgatib,
va shu soha bo'yicha 5 yil o'qishga rozi bo'ladigan bolalarni yig'ib olish o'zi. O'shaning uchun keyinchalik intervyuga ham borib qoladigan bo'lsanglar, ana shu narsani esdan chiqarmanglar. Agar sohani o'zgartirgan bo'larmiding, yoqmay qolsa nima qilasan degan savollar bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir o'zinglarni isbotinglar beringlar. Mana bu yerda internship qilganman, bu sohani tanlashimga misol uchun 2 yil vaqt ketgan. Shunaqa, ya'ni aniq faktlar bilan aytishinglar kerak. Bu savollar intervyuda berib qolish ehtimoli juda baland. Chunki sohani o'zgartirishga imkoni yo'q. Turkiya burslariga qabul qilinganinglardan keyin grant yutqazasizlar agar Turkiya burslariga sohani o'zgartirmoqchi bo'lsanglar. Letter of intent va shu o'zga juda muhim qism. Letter of intentda, ya'ni o'sha o'zingiz mana kelajakdagi maqsadlaringiz, nimalar qilmoqchisiz, umumiy, ya'ni motivational letter deymiz. Shu yerga yozasizlar, o'sha motivational letterni. Yozib bo'lgandan keyin mana shu yerga copy paste qilsanglar bo'ladi. Interview location O'zbekiston, Toshkent qilib tanlaysan. O'zbekistonda bitta joy bor xolos. Samarqand bormi oldi? Samarqand yo'q ekan, faqat Toshkent bor ekan. Toshkentni o'zini belgilaysizlar, save qilsanglar, interview locationni save qiladi. Keyin reference information. Bu yerda invite qilib, school counselor yoki misol uchun boshqa odam upload qilmaydi sizlarni recommendation letteringlarni. Recommendation letter hamma narsalari o'zinglar upload qilasizlar. O'zinglar upload qilasizlar. O'zinglar upload qilasizlar и yozib, position yozib, hamma ma'lumotlari bu yerda o'zinglar o'sha recommendation letterlarni upload qilasizlar, invite qilib o'tirmaysizlar. And this information belongs to my academic reference deb belgilab qo'yasizlar. Agar u o'sha misol uchun school counselor yoki biror o'qituvchiga oid bo'lsa, agar coachinglar qanaqadir yoki tashqi tomonda qanaqadir internship qilgan joylardan bo'ladigan bo'lsa, unda buni belgilamaysiz. Keyin save qiladigan bo'lsalar bo'ldi. Mana bu faylni yuklab bo'lganinglardan keyin ma'lumotlarni to'ldirib bo'ldi. Shu qismlar va scholarship programs degan joy bor. Bu ham juda muhim qismlardir. Juda muhim qismlardir. Bu yoqda savol berishyapti. Agar sizlar SATlar 1400 bo'ladigan bo'lsa, 1400 plus bo'ladigan bo'lsa, yes qilib belgilaylar. Bo'lmasa no qilsanglar ham bo'ladi. Keyin bu yoqda so'rashadi, ISDB scholarship programga Turkiya burslariga qo'shimcha qilib topshirmoqchimisiz degan savol berishadi. Bu ISDB o'sha Islamic Development Bank, ya'ni o'sha bank tomonidan ajratiladigan grant. Bunga yes qilsalar bo'ladi, hamma yes qilishi mumkin. Yes qilaverasizlar. Turkiya burslariga qo'shimcha u grant uchun ko'rib chiqiladi. Bunga o'sha yes qilasizlar, hech qanaqa staff emasmiz. Bu yerda mana Namas Foundation Joint Scholarship degan joy bor. Bu faqat mana bu davlatdan bo'lgan, Indoneziya ham bor ekan. Mana shu davlatlardan bo'lgan applicantlarga beriladi bu grant. O'shaning uchun biz bunga kirmaymiz. Buni no qilamiz. Va hammasini to'ldirib bo'lgandan keyin save qiladigan bo'lsak, o'zi hammasida o'sha summary-ni chiqarib beradi. Biz applicationimizni summary-sini chiqarib beradi. Xuddi shu. Bu mana shu oxirgi qismi. Mana shular hammasini complete qilib to'ldirib bo'lganinglardan keyin o'zi application submit bo'ladi. Va applicationlar summary'sini bemalol ko'rib chiqsalar bo'ladi bu yoq qismini. Shunaqa. Shu nasib qilsa 20-fevralgacha ilojini qilib applicationlarni topshirib chiqinglar. Xuddi shunaqa qilib hamma hujjatlaringlarni tayyorlab, kerakli hujjatlarni tashlab qo'ydim, nimalar kerakligini. Va boya aytganimdek, mana shunaqa rasm bo'lsin, rasmiy rasm bo'lsin. Shunaqa omad hammaga. Salomat bo'linglar. Savollar bo'ladigan bo'lsa, endi savollar haqida gaplashsak bo'ladi.